Opa. Assalomu alaykum, tuzumsiz. Qora olisizmi qaytarib? Qilaman. Faqat tezlashtiring. Alo. Rahmat, o'zsizmisiz? Yaxshimisizlar? Rahmat, o'z qanaqasiz? So'ramay qo'yvermanglar. Tuzumsiz so'zingiz yaxshimisiz? Adam yaxshimilar? Yo'q. Hech kim yo'q. Qayerdasiz? Oshxonadasiz? Dejurdan. Dejurdan chiqdinglarmi? Yo'q, shanba kuni dejurimiz. Ertaga kelib ketolmaydimi qizingiz birrov ertalab? Men kecha dejursizlarmidi, bugun kelmasin indamadim, charchagan bo'lsa. O'zi birpas o'tirib gaplashib ketadigan, maslahatlashib o'tiraman. Uningiz mendan pishiq ekan, qaylab ketgan ekan qizingiz opa. Shanba kuni boraman debasiz-ku. Ertaga ham bitta kelsin, gaplab bordi. Nima gaplar, fazilat? Tinchlik, o'zim Sadosh bilan gaplashaman, kelsin. Fazilat, haq bo'lgan gapni bo'ladi. Sen bir narsalar bo'ldi deb, hali gap chiqaradi ularning. Chiqarsa chiqaravermaydimi, o'lib ketmaydimi? Chiqarsa, men hech qanaqa minusli ish qilayotganim yo'q. Bo'pti. Qaynam ketdi. Tinchlik 8:10 kelsa, obedda ketaveradi 12larda. Borasan Sadosh? Ikkisin deb. Sartomasdan bo'ladi, tekshirib, 8:30da kelsa, obedda ketaveradi. Ha? Bugunga qachon borasan? Keversa ertaga gaplashamiz uni. Xo'p, nimaga mashinam yo'q? Bor. Xolaga bordinglarmi? Borganmiz, kutamiz. Anonni ko'rsatdinglarmi? Shunaqa qilmaydi, u anchagacha o'chirishga qilgandir. Kim ekan, menikimi? Endi ani til zaboni yo'q bo'ladigan qilibdi. Qaytarib o'qiyaptilar. Kim bordi o'zi Sadoqat? Endi shom kuni boradi, bugun ham borgan. Kecha bordi, bugun bordi. Qaynam qilibdimi? Bilas. Kim qilgan, nima qilmadi, ayol kishi qilgan debdi, endi bilmadim kim qilgan. Mashq qilgan, kim qiladi opa? Shuncha kundan beri yo'q narsa, u birdan paydo bo'lib qoldi. Anaqa bilmadim aytganini qildimi? Shanba kuni qilaman. Qilavergan. Buni shanba kuni tugatgandan keyin har kuni ertalab kelsak desaman endi ishim tek. O'shanaqa qilgan, shunaqa qilavergan, bu yerdan mana o'qitaveraman, boshqa yo'li yo'q endi bularni. Bosmasak bo'lmaydi. Bu iflos xotin ekanim, opa. Voy. Dahshatli darajada iflos ekanmi, voy. Eshitib qolishmasin, qo'y, haqiqat gapirma, Sadoqatlar. O'zidan boshqa, men oynada qarab turmoqchim, meni ham qilib. Men fotoga qo'yib qo'ygan bo'lmasin, bular har bola qo'ldan keladigan bularning. Men qo'rqib qoldim bularni. Qizlar. Ertalabdan beri hech narsa yemay o'tirman. Opa bolasi ketdi, ertalab yegim kelmadi. Bildi qaynam, obedam qilmabsiz, hech narsa yemabsiz deb kelibdi. Bolasini olib kirib ketib, yo'q bo'lib ketdi. Hozir men yana kutib o'tirdim. Ular hammasi o'zim qilib bo'lishdi, men kutib o'tirdim, kelsalar birga yeyman debdi. Bo'ling, qornim ochib ketdi, tezkingizni almashtirib ovqatlanaylik dedim. Kirsam, Shahnoz yemagan ekan, Shahnoz chaqiring, ovqatlanamiz ham. Shu bilan kirib ketgancha hozir men telefonni olib bering deb oxiri jonim chiqib ketdi. Bor, ovqatlanmay kutib o'tiribdi demaydi-da, siqirt. Qo'yverma, yana qola hamma narsa qilib beraman men dedi. Shoshmasin, hammasini yegib beraman dedi. O'shancha shoshmay tursam, mayli og'ir bo'ldi. Hamma narsa deb ko'ryapti. Lekin yomon portlayman deb portlagandan u narsa bilan urib yormasam bo'ldi deb plassi. Voy, har bir qadamimdan ayb qidiradi, siqirt. Onasi. Nima deyapti? Tirnoqlaringizni oldirtirib tashlayvering. Kecha qarab o'tirib, cho'lkangizni mana shunaqa yoningizga qilib, mana shunaqa orqangizga yig'ib yuring, sochingizni may sizga yarashar ekan. Anoningiz maymunga o'xshatib qo'yibdi deydi. Primo cho'lka maymunga o'xshatib qo'yibdi. Ko'p deganda indamay qilavergin qizim. Ko'p deganda indamay qilavergin qizim. Gapirmay tur, ani qolaman qilib beraman debdi. Shoshmasin deb qilib beraman hammasini deb. Azmi shoshmay tur qizim. Hamma narsangizni olib beraman, hamma narsangizni o'zim qilib beraman deb yotibdi. Shampu bilan konditsionerim qolmagan, olib kelib bersalar, dedi, men 2 kundan beri qilib ketayotganim yo'q, qanaqa qolish kerak deb. 2 kun bo'ldi aytganim. Bu foydasi yo'q, bu hozir faqat onasini deyapti, opa. Faqat onasini yonida. Onasi o'qityapti o'g'lim debdi, xola. O'g'limni o'qityapti debdi, xola.
o'qityapti-da qizim o'shan shunaqa bo'lib qolgan. To'xtab turing, qilib beraman deb. Chiqmaydi onasini yonidan olib kirib ketadi, shunga chiqmaydi. Rashidjon ketdi bular. Ro'shasiz yemasa nima? O'lib ketmaydimi, yemaydim. Ha, yeyman yo'qotmaymi? Qat'i eringni kirib ket, eringga to'g'rilab berdi, kirib ket. U bu yerda seni ham kutib o'tirdim, sen ham men bilan o'tirmading deysan keyin. Bilsin qanaqa bo'lishini kutishni. Yo'q, kutmaydi, bo'lib yeydigan bo'lgan, hozir kutmasdan. Oldin kutardi. Ket o'tirdi, bittasi chaqirmaydi. Bu hammasi indamay o'tirib yeyveradi o'zi. Ish chiqsin qamasin, isloq. Oshni polni damlab, qaynatib tayyor qilib qo'ydim. Uxlab yotuvdim, obedda o'sha hamma ish qilib bo'ldim. Uxlik kelyapti. Birda kelib, turg'izdi opa, bir banka guruch yuvaring, osh damlash kerak edi. Bitta o'shani yuvib damlab qo'yish kerak edi. Spitsalni kirib turg'izibdi. Damlagandan keyin pishgan bo'lsa bu yoqqa go'shtlarni olib to'rab aralashtirib qo'ying, lanj bo'lib qolmasin deydi. Tinmay ish buyuryapti opa, tinmay. Ana kun dazmollaman deydi, o'tgan kun ertalabda. Sevara dazmolla olib chiqib bering, Shamsini ko'ligini qilish kerak edi dedi. Qaynatam ber o'zi qilib beradi deydi. Ber qilib beradi deydi. O'sha qancha olsa bering o'zim qilib beraman. Shunaqa dedim, birinchi bering o'zim qilib beraman dedim. Eshitmaganlik olib turur Simrayeva Atilabdan. Ber qilib beradi dedi keyin. Buvam tug'ilgan kunlarini qayta aytganman, 81ga kiradilar. Buvam deb. Ona bola bilishgan ikkalasi ham buvamliklarini. Qaynatamga tushunmaganlikka olib material qo'yib boribdi, qarang. Qaynatam o'zbekchalab gapirish kerak edi deydi. Buva deb aytamiz biz. Buvini buvi deymiz, buvani buva deymiz dodani biz dedim. Bu tushunmadi-da, bu o'zbekchalab gapirish kerak edi, Sevara deydi qaynatam menga. Nima? Xola ikkiga chaqiryapti olib kuni. Qo'lni ham xuddi ekansan. Chaqiryapti deyapsan. Soat 2gami? Nima kiysam opa? Kiyimlaring ko'p qizim. Ana qaysi $80 oluvding-ku, ana ko'p $60. Qarang, kelinglar. Kaltana? O'shani kiyarman. Kalta emasmi, qabila kamollarda? Qora, cho'mli kolgotka kiyaman. Kiyib boraveraman, nima qiladi? Qabila kam kelini ham kiyib yotibdi-ku. Bor, to'g'ri. O'sha chiroyli-da, menimcha, kolgokalar. Chiroyli. Hamma kiyimimni ham gapirib, opa bu gijlab yotibdi bolasini, kiyimlarimni ham, sochimni ham yig'dirtirib qo'ydi bolasini gijlab yurib. Umuman qo'ymayapti erimni. Iflos ekani bu, Qoshimni terdirishga ham bir oyda bitta borar ekanman, tirnog'imni qildirmas ekanman, uyda o'zim qilib olar ekanman, sochimni 3 oyda bir marta bo'yar ekanman, kestirmas ekanman umuman. Har xil dorilarni tap-tap. Mani ishim degan, endi kestirish, soch tirnoq qilish bu sening ishing. Shunaqa deb qo'ymayapti. Sen gap qaytarmaganda, sen gap qaytarmasa indamay qilavergan. Pul bermayapti-yu. Sen mani kechigingni bo'yangni vazilat, men qilib berdim, xuddi turganligini, sen ham qaytardik qilmasa olib bersin deb, iflos bo'lsa iflos bo'lmaydi ularga, o'lib ketmaysiz, ko'ngli bo'lsin o'sha puliga. Olib berganda oldinda katta bo'yab olib, sadaqat borib bo'yab qo'yadi. Nima qilibdi, nima olib beraman kraskani. Bitta o'shalarni. Ba'zida xuddi turib, sen bo'lay bo'vagim birammalab arisini o'ylantiradi, rostani bo'lay qiladi. Sen bilan yashamaydi bo'ldi. Oldin sen bilan yashamoqchi bo'lgan u, endi sen bilan yashamaydi. Taksi bo'lay bo'lasa. Ikki qilasan, ikki qo'l qilasan. Ozgina gap to'qqisin. Hali shunaqa qaynonangga qaytadi, ana qaynotasini hurmat qilmaganlar qaynonangga qaytadi. Ering ketmay yuraveradi, ikki bo'lib. Yo'q ekan. O'chirib tashlayman, hozir dalet qilib o'chirib tashlayman. Diktofon yoqib qo'ygan bo'lsin kerak telefonni. O'chirib tashlang, qarab turasizlar. Hozir qarayman. Yo, anaqa-ku, Shahnoza sразу olib berdi-ku, telefonni olib bering deb. Bilib bo'lmaydi uni. Ularni bilib bo'lmaydi. O'sha erta sadosh kelib ketsin. Gaplar bor opa. Gaplar bor, lekin anaqa ozgina portlarni turqizim. Indamay turibman, o'sha 2 soat bo'li. Anaqa debdi-da, u o'qityapti debdi. O'shaning uchun ana xolasi qo'ymaydi, bu hali rosa o'qitadi, o'rta metodi, hali bu o'qitadi rosa. Shuncha ozgina sanki to'xtab tur, eringga o'qitishyapti-da. Sen shunaqa bo'lyapti. Rosa erini o'qitishyapti deb xolos. Shuncha ozgina chidab tursan. Просто boshni aylantirib qo'yapti-da, bular o'qitdi. Shunaqa qilishdi. Ko'ziga balo qazo qilib qo'yishgan hozir.
har bir qadamimni ayt topadigan qilib yuzimga ham qaragisi zo'rg'ani qilyapti. Balo qazo qilib ko'rsatib qo'yishgan ko'ziga hozir. O'sha u o'qitib shunaqa qilib qo'yishgan. O'shancha ozgina sani nima qilib tur. Og'ir bo'lib tur ozgina san aqllisan-ku baribir hal qilib. Ularga o'xshagan iflosmasdan-u, qolaydan pot hayron qilyapti, hamma hayron. So'zda ozgina chidasini qizing deyaptilar. Bo'ladi hali erini ichib qilib tashlaydi qizing deyaptilar. Haqiqiy to'g'ri. Hali shuni yo'lingga so'ralasan sen ifloslarni. Qayntamni ham miyasini aynatib yomon ko'rsatib qo'yishdi. Qayntamga ham. Men buni o'qitaman men. Beradi xola, xudo xolasa, beraman deb. Qizingizdan so'rang, telefonda diktofoni bo'lishi mumkinmi, ovoz yozadigan hozir biz gaplashganimiz? Ha, shunaqa deyapti-ku. Unda gapirmay turing, ertaga kelganda telefon qilaman. Unda gapirmay turing. Qanaqa o'chiradi, saboqqa diktofon qayerda bo'ladi? U Samsung-ku. Qarayman, topaman men. Ha, topganda qizim. Baribir. Bilinadimi? Nima deydi? Qaytarib qildi-ku, bilinadi yo'qolgan bo'lsa-da, va baribir kelaganda o'sha. Yo'q, bilinmadi, lekin titillaydi-da, so'rang, titillaydimi? Titilliydimi? Yo'q. Men qaytarib qilsam yo'qolmas ekan. Ha, bo'ldi. Ha, unaqa bo'lsa yaxshi. Bari ehtiyot bo'l, qizim bolam, xo'pmi? Ular ham qulog'i bor deydi-da. Tiling uzun bo'lsin, tiling uzun bo'lsin, o'shanda tog'alari, qolalarni gapirganing uchun tiling qisqa bo'lib qoldi. Sen hozir tiling uzun bo'lib, og'ir bo'lib turgan. O'shalarni nimadir qilib isbotlash kerak, men gapirmaganimni. Vijdonsizlar. O'zi gapirgan, o'sha xolasini erini ham, xolamni eri alkash bo'lgan, xolam agressivniy, hammani yomon ko'radi, do'q qilmadimi sizga, do'q qilib gapiradi-da, u hammaga. Xafa qilib qo'ymadimi, sevaradi, bozorga tushgan kunimizda gapirgan. Xolam eri alkash edi. Hammani aybdor, rosa qiynaldilar, hayotda qiynalganlar uchun hammani aybdor deb biladi. O'zi og'zi bilan aytgan, vijdonsiz. Men tog'alarimga o'xshash xohlamayman. Tog'alarim mana 2 marta 3 martalab uylanib nimaga erishdi, hech narsaga erishgani yo'q. O'zining nomini yomon qildi, u qizning hayotini barbod qildi. Men tog'alarimga o'xshamayman, animani o'zi gapirgan. Mayli, o'shancha deyman, bu yoqqa qol, ozgina nima qilib. Hali aytolmanu, bo'lasan, o'ynab tashlaysan. Voy, nari borsa 2 yil qoldi. Nari borsa ko'p emas qizim. Ikki bolayni ovora bo'lasanda, ana undan keyin ularga motivatsiya qilasan. Eringam onasini bilmay qo'yadi. Просто bu yo'ldan qaytarib qolsa, ana masalani qilib qo'ygan. Mana qarang, fazilat. Qanaqachi? Menga bitta ana oying va qo'lingga bitta safar o'rgatganda, men o'sha hali adem bilan chiqish olmaganimda, aytgan anaqa deb sintigini choyga solib ichirsin degan. Bergan? Shunaqa qilganman. Sen shunaqa qilgan? Choyga solib qo'yish kerak ekan. Eng yaxshi yo'li shu. Birinchi ertalabkisi edingmi? Qanaqa bo'lsa ham. Ertalabki ham ertalabchi. Ozgina nomiga aralashtirib olasan-da. Hozir ham hali choy ichadilar, oldin ichadimi? Kechquruncha choy damlab berdik kechqurun. Ana o'shanda berganda o'shanaqa qilib, ichmasdan ichmamasdan. Men shunaqa qilganman-da, keyin o'sha safar o'rgatganda. Shunaqa o'rgatdim. Ozgina og'ir bo'lib turibdi, ana xola qilib beraman. Hech kelib turgan menga deb, onasini o'qib to'g'rilab beraman deb xola. O'sha kun yig'indan kelib, o'sha Dilnozning xolam kelin menga primer qilib ko'rsatdi. O'rniga oling. Chaqqonligini qarang, ko'rib havoslarim kelib ketdi deydi ikkalasiga. Xolam kelinlardan Dilnozga havosi kelib ketdi-da, o'rni olar ekanman avvalda. Voy, uni mendan qolib ketadi demadingmi? Uni menga havosi kelardi demadingmi? Xolamdan anaqayam menga tog'amda menga havosi kelardi. Feruza qizlar chaqqonda nima deb qo'ygan bilmaysan chaqdi. O'lib ketmaysan, sadoshi gapirdi. Seni gaping kutdim qo'yib qo'ydim dedim endi o'sha. Nima shunaqa deyapmanmi senga? Sen bir tirqsan sen bilan. Qilmog'ingni qildirasan, chakingni bo'ysan, chakingni cho'kasan. Ming'irlashmassan-ku. Agar u bitsa, odaminglarga kelganda o'rgatasi chaqiramiz, yo'q ma'lumot tekshirib ko'ramiz. Indamay qo'yib, ismagalik olgan gapirsa bo'ldi. Olaylar kelini tirnog'ini doktorlar oldira olmadi-yu, gapirib. Olaylar hech kim oldira olmadi. Mana indamay yuribdi. Gapam qaytarmadi, indamay o'stirib yuribdi, hech ishlatgan yo'q. Shuncha ozgina nima qilib tursa, gap qaytarmaganda lekin indamay o'zing bilganingdan qolmas. Indamayman, o'sha yaxshi yo'l ekan. Pasport ham qilmayman iskasiga, o'pishib ham ko'rishmayman, o'sha bo'ldi. Seni so'chi teskari to'n kiyib olgan o'zidan o'zi. Salom beradi bo'ldi, qulog'ini osib so'rashmaydi ham.
bu qilib qo'ydim, sen kimsan? Men priskasini oldin erga tegib olsan dedim. Ana u ham qadimiy zotlar. Fazilat vaqt kerak, ozgina qadimiy zotlar. Hali u ham juda tanbiydi, o'shanda aytadi, "Voy, menga noto'g'ri qilgan ekan." Men hali savolda yo'q. Na bo'yanisi bilsa, na kiyinishi bilsa, na muomalangni bilsa uning hech baloda yo'q. Uning vaqti hali. Qayning hali qizi bilan ovora bo'lib qoladi. Ozgina turib, sana o'z holiga qo'yadi, qizi bilan ovora bo'lib qoladi hali. Na chiroyi bor-ding, birov yo'q qoladi. O'shaning uchun sen o'tda qaraliva bo'lasan, maloqat etuvchi gul bo'ladi o'tadi. Xuddi shu hali qanaqa kelin oladi yana. O'sha eng oldi sen bo'lasan. Sen ikkinchidagi eng oldi sen bo'lasan. Hali sen o'tolmading, qadamingni ko'rib boshladi u chiqibdi. O'sha yaxshi mani bosgan ekansiz, yaxshi chiqadigan ekansiz deysan o'zingni. Bilyapti, bular hammasinikini ichida chiroyliligimni tan olgisi kelmayapti-da. Spesial yeriga urish uchun men siqib tamom qilaman deb o'ylayapti-da. Bu shunaqa, men bundan kuchliligim bilyapti. Ben bir tinglayotganim, hech narsa bo'lmaganda gapiryapman. O'z ketmashammi? Shunaqa nima qilamiz? Sa'zim og'riryapti. Mani gapimni buqqimdek o'zim chizib. Yaxshi o'lishi. Ozgina chidab tur qola qilib beraman dedilar. Chidasin, ozgina unaqa yengilta bo'lmasin deb gapirdilar sadoqatga. Hayotda hammasi bo'ladi. Erim ham просто o'qitib niyatini aytib qo'yishyapti. O'zi qaynonasi ham yomon emas, qaynonasi ham opasi niyatini aytib qo'ygan. Bitta o'shancha ozgina og'ir bo'lsin, chidasin. Men hammasini qilib beraman deb aytdilar. Ojo'z bosh yaxshi edilar, haqiqatan bolam qilib o'tibdilar, asal qizim deb. O'shanaqa u ana Fotimani qaynini o'qitayotgan xudo bilsin. Hozirlar balki qaynin deb aytıyordur. U o'qitib qaynini emasmak bo'lgan. Shu kuni. Bo'ldi-da. Janjim ozgina chidab tur qizim, ana etib o'zi qiladi bu narsani deb komplet beribdi. Nima qiladi? Rosa katta pulga qiladi buni. Juda opayni umuman anaqa qilmoqchi. Tiljag'ini bo'ylab tashlamoqchi bu. Shunaqa gapirib. Men tiljag'im bor edi, mana kechirib qo'yishadi. Qat bo'li kunni ko'rsaman hali hammasini biladi. Shoshmay tursin, o'ynab tashlayman hali. Ana o'shani aytaman. Aytaman, seni gaping meni bo'qqim deganda bilganingni qilgan qizim. Yaxshi yo'li shu. Yerini buzma, asabing buzma. Ovqat yeydi, yemasa shotda shunday o'zi yeydi, bo'ldi, yig'ib chiqib ket uyingga. Shunaqa qilaman-da bo'ldi. Dazmolni so'ramayman endi bo'ldi. Dazmolni so'rasa aytdi, kirini olib chiqib dazmol qildiradi menga bu. O'zimnikida qilveraman endi. Yana bitta dazmol, o'shanda qilur. Shu o'zim plasmassamda qilveraman. So'ramayman. So'ramada nima qilib bersin, qizi bor, o'zi bor. Qizim o'zi. Tualetini ham bu qo'lyapti, yuvishmaydi, yotaveradi. Sadosh etganda, tozalik o'rgatdingda sen bilan boshdan kelib deydi. Qilmagin deydi. Xolam uylari isqirib bosyapti. Kravatlar oqiga qarab bo'lmaydi o'sha kun borsan changiga deydi. Pilsos qilishmayotgan ekan bir oydan beri deydi. O'shanaqa qilib qil deydi. Tozalayman deb ketdimi, kecha pardani olib yurganlar. Shu uylarni tozalayman. Hali yangi yilda ham olinmagan dedilar. Men tug'ilgan kunga tayyorgarlik ko'raman deb. Shunchalik. Yo'q, hech narsa qilmadi, bolangga qaragin deb aytdim dedilar xolang. Mana qizingiz o'rgatdi, hammomni loy bo'lib yotsa yurib tashlayveraman. Oyog'ingizni bu sira artib chiqaman. Qilmagin dedi, tursin, qiz bola-ku kirib chiqyapti, qilsin o'zi dedi. Endi sen vazifangga kelinsan. Qanina opa. 3 kunda bitta qilaman bo'ldi. Pilsosni har kuni qilib har kun meni o'sha qilishadi. Bo'ldi, shu qiz to'ppa-to'g'ri o'rgatdi. Qanina. Aytdi-ki, 2 qat bo'lib yotsang yoqmaydi, 2 qat bo'lgandan keyin yotsang qilmayapti-da, shaltoqqa chiqaradi bilasanmi, do'stam dedi. Qiz qayda ketgan ekan, o'sha yerda bir ketib ketsa, ancha aniq qilib olaman yana. Aytganlarim. Ertaga borsa, unga bizimga boraman. Menga lekin erim shanba kuni borasan deb Tirnoqqa. Men 3 kun borolmaydi Fazilat sanitiga. Ne? Ertaga kelgan bildirmaymiz, ertaga kelgan. Yangidan peshkum kelyapman har kuni. Yo'lkaga pulim yo'q, yungi joydaman Fazilat sanga. Borchi har kun men pul Men beraman yo'l kirasini, uyda pulim bor, men 14 ming, 15 ming. Yo'q, yaxshi. 3 kun bormasman. Qo'y, ertaga ham bir narsa gap bo'ladi. Qizim, lekin senisi bilan bir narsalar qilib chiqarishmasin, qizim. Bo'lmasa-chi, erim bilan yozashadi, ertaga bergin, ertaga Tirnoqqa borib kelaman, aytib ko'raman-da. Bersa agar qiz ertaga kelsa, ertaga balki birga borib kelaman, yo'q. Bir kun borsin, hadib bormasin, sanam o'ylagin deyapman ozgina.
Ani gapsiz chiqib qoladimi, odam qo'rqadi. Qani yuborma, biz yotibdilar qolayim, bormasin, qani yuborma. Ertaga bularga bir narsani boshlamasin deyaptilar. Bunday qilsa to'g'ri, bular asosiy bo'lib qoldi. Men qo'rqib qoldim umuman. Sening kelishing yomon joyi yo'q-ku. To'g'ri. Endi bulardan qanday chiqish mumkin? Nimaga siz telefon qo'ng'iroq qilingizga dedi. Ko'rsatib qolasiz menga. Qizni siz gapirib tashlashingiz kerak edi. Qizimni sog'inaman, Samimiy aralashmasdan deyishingiz kerak edi shartda.